Qani ko'zingni yum. Birinchi raund. Lisa. Qaysi a'zo kun bo'yi uxlagan bo'lardi? Iloji bo'lsa, qaysi a'zo har kuni muzqaymoq yer edi? Qaysi a'zo mushuklar yoki kuchuklar bilan yashashni yaxshi ko'radi? Qaysi a'zo birinchi bo'lib turmushga chiqadi? Bu juda qiyin. Xo'sh, kim birinchi bo'lib turmushga chiqarkan? Bu sen emasmi? O'ylashimcha, u o'zini tanlagan. Ikkinchi raund. Roze. Qaysi a'zo balandlikdan qo'rqadi? Film tomosha qilayotganda qaysi a'zo birinchi bo'lib yig'laydi? Qaysi a'zo ko'p xabar yozadi? Qaysi a'zo video o'yinlarni yaxshi o'ynaydi? Uchinchi raund. Jenny. Qaysi a'zo o'zini bolalarcha tutadi? Qaysi a'zo hammasidan ham ko'proq qo'ng'izlardan qo'rqadi? Qaysi a'zo yolg'iz sayohatga chiqqan bo'lardi? Men yolg'iz sayohatga chiqamanmi? Bu qayg'uli. Chiqish oldidan eng ko'p qaysi a'zo tayyorlanadi? Men xafa bo'ldim. To'rtinchi raund. Jisoo. Hey, poylama. Umuman olganda men hammasini ko'ryapman. Qaysi a'zo parashyutdan sakragan bo'lardi? Qaysi a'zo sochini kalga oldirishi mumkin? Nima? Men bilaman. Faqat meni tanlama. Kerak emas. Kim eng kulguli? U o'zini tanlaydi. Ishonchim komil o'zini tanladi. Qaysi a'zo burgerni hammadan tez yeydi? Sen. O'zingni tanla. I went crazy over you.